Demak qarang, bizda shunaqa savol yuradi, ya'ni mayda topshirsam, balim past chiqadi. Mayda topshirsam, meni xohlagan balim chiqmaydi. Misol uchun men C1 potensialman, lekin menga B2 chiqib qoladi. Yoki men B2 potensialman, lekin menga B1 chiqib qoladi deydi, to'g'rimi? Ko'pchilik. Endi bu gap qayerdan kelib chiqqan? Bu gap, bolalar qarang. Yanvar oyida bilasizlar, imtihonga tayyor bo'lgan student o'zi nima qiladi? O'zini baholab yoki MOOCdagi natijalarga qarab topshiradi, to'g'rimi, imtihonga? Endi boyagida aytganimizdek tasavvur qiladigan bo'lsak, aytaylik, yanvarda 3 ta odam topshiryapti. Uchalasi ham qanaqa miya? Plus miya, to'g'rimi? Endi ketdik. Fevralda ham xuddi shunday, mayli 3 ta emas, 4 ta topshirsa, lekin baribir ham qanaqa? Ular ham plus miya, ya'ni o'qib, tayyorlanib, o'ziga ishonib topshiryapti. Endi ketdik. Martda ham xuddi shunday bo'lyapti. Mayli 5 ta bo'lsin. Aprelda ham xuddi shunday bo'lyapti, lekin endi ko'proq bo'ladi aprelda, chunki nima qiladi? Maydan qo'rqqanlar sirasi aprelga ko'radi o'zini. Tushundingizmi? Endi aprelda ham aslida ko'proq bo'ladi. Endi apreldan boshlab bizda plus miyalarga aralashadi minus miyalar. Tushundingizmi? Keyin o'rtoqlardan eshitadi. Seniki qanday chiqdi? Bo'lmadi. Nimaga? Demak aprelda topshirdik. Bo'ldi, ush ketdi. Okay? Xuddi ana sifirga tikka qilma degan ana tarqaladi. Kechqurun tirnog'ingni olma degan kabi aprelda topshirma imtihonni, mayda topshirma degan gap tarqaladi. Tushundingizmi? Endi mayga keldik. Mayga bilasizlar, undan keyingi mana bu oylarimiz bor, to'g'rimi? Mana bu oylarda umuman imtihon nima qilinmaydi? O'tkazilmaydi. Shuni hisobiga ko'pchilik ulgurib qolay dedi-da. Endi qarang. Bu yoqdan bosim bo'lyapti, o'qituvchining bosim bo'lyapti, ota-onaning bosim bo'lyapti. Shuncha mana 1 yil yurding. Sudrab, darsga zo'rg'a qatnamay, to'g'rimi? Nimaga topshirmaysan desa, u ham nima qiladi? Ko'proq plyuskalardan ko'ra ko'proq kimlar topshiradi may oyida? Minuslar topshiradi. Endi bu degani bolalar, may oyida o'qigan bo'lsangiz, natijangiz past chiqadi degani emas. Tushundingizmi? Aynan o'sha minuslarning hisobiga may oyida ko'pchilik yaxshi ball ola olmasligini yoki aytaylik, o'sha kim o'zi endi qarang. May oyi yomon oymi yoki aynan o'sha yerga topshirgan bolani o'zi yomonmi? Bolani o'zi yomon. Tushundingizmi? Endi aytmoqchi bo'lganim, may oyida topshirsak shunaqa bo'lar ekan degan bidatni miyangizdan chiqarib tashlang. Hamma qatori oy. Examinerlar ham обязательно tekshiriladi, tushundingizmi? Обязательно aynan may oyida ko'proq diqqat bilan tekshiriladi. Chunki ular o'sha DTM ga tayyorlanayotgan bo'ladi. Ularga ortiqcha g'avg'a kerak emas, boshqa kerak emas, shularni apellyatsiya kerak emas, sudlashadigan odam kerak emas. Tushundingizmi? Bilimli odam bilasiz, oxirigacha dokonsa boradi. Chunki undan keyin o'sha anavi yo'q, bilasizlar, imtihon yo'q. Unga sertifikat sirasi olish kerak-da, keyin sirasi topshirish kerak DTM ga. Tushunarli bo'ldimi? Endi mayda topshirsak bo'larmikan? Okey. Mana bidatni o'chirib tashlang. Keyin bo'lishi mumkin. Bolalar yana mana bu oydan boshlab o'sha bo'lish ehtimoli bor. Endi ko'p mana oxirgi 2 yilda bo'lyapti bu narsa, avgust oyida. Ko'pincha buni ochilmaganlar ko'pchilik bilmay qolyapti. O'qituvchilar uchun ko'pincha tekshiruvlar kirib chiqyapti. O'quvchilar ham kirsa bo'ladi bemalol. Tushundingizmi? Avgust oyida topshiruvchilar kimlar? PhD qilmoqchi bo'lganlar. Chunki o'sha PhD topshirguniga qadar ana avgust oyi natijasi chiqadi sentyabrda. Tushundingizmi? Avvalasi sentyabr natijasi ham chiqishi mumkin. PhD gacha. Endi qaysi oydan ochilishi noma'lum, shuning uchun ko'pchilik o'ylanadi. Tushunarli bo'ldimi? Demak, mayni o'zi yomonmikan yoki mayda topshirgan minuslarning hisobiga ham shunaqamikan? Minuslarning hisobiga, tushunarli.